Assalomu alaykum. Mana bugun ikkitasi birda. Non bilan kosa somsa xudo xolasa tekshiruvda ketyapti. Kosa somsa bir tekshirib ko'ramiz. Xudo xolasa yaxshi chiqadigan bitamiz. Xudo xolasa mana gollarimiz tayyor. Zo'r, hamma joyi bir xil. Qip-qizil bo'ldi. Kosa somsamiz turib turadi, hali jinday bor bunga. Xudo xolasa mana kosa somsalarimiz ham tayyor bo'lganga o'xshayapti. Hozir bir ochib ko'ramiz. Biz bu kosa somsani sharoitdan kelib chiqib, xamirga emas, falgaga o'rab qo'ya qoldik. Menimcha bo'laversa kerak. Xudo xolasa mana kosa somsalarimiz tayyor bo'ldi. Mana ochilyapti. Go'zal. Hozir bir yeb ko'rib mazasini aytamiz. Mana Hayotjon bir ko'ringchi. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mazasini aytib o'rasizda endi. O'zi turishidan bo'lakcha bu. Qancha ko'p qilsang shuncha shirin deydi-yu. Qani bismillah. Yo'q. Mana shunday gap yo'q. O'xshatdimi kosa somsaga? Hammaga yoqimli ishtaha. Vasila. Arqalari xudo xolasa juda chiroyli. Tandirga o'xshagan izlari bor.